Yoshlar radiosida tadqiqot loyihasi. Qadrli tinglovchilar, anglaganingizdek ayni fursatlarda biz tadqiqot loyihasini boshlaymiz. Dastur muallifi Maqsuda Botirova ekanligini alohida ta'kidlab o'tamiz. Va doimgidek bugun ham bizning suhbatdoshimiz bor. Telefon orqali allaqachon ular bilan bog'langanmiz. Loyihamiz qahramoni Rajab va Zuhra Mirzotillayevni u Chirchiq davlat pedagogika universiteti pedagogika fakultetining psixologiya kafedrasida faoliyat olib bormoqdalar. Qahramonimiz tajribali pedagog, psixolog, talabchan ustoz sifatida tirishqoqligi va mehnatsevarligi bilan ajralib turadi. Zuhra Rajabovaning ilmiy tadqiqoti muvaffaqiyatli kasb tanlashning ijtimoiy psixologik determinantlari deb nomlanadi va ayni fursatlarda esa biz demak aloqaga kirishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dasturda xush ko'rdik. Rahmat, taklif uchun rahmat. Sizga ham bugungi suhbatimiz foydali bo'lishidan umid qilaman. Albatta. Bizning ishonchimiz komil. Eng avvalo suhbatga rozilik bildirib, bizga vaqt ajratganingiz uchun sizga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Rahmat. Dastavval tadqiqotingiz nimaga bag'ishlangan va uning asosiy g'oyasi nimada? Mana shu haqda bizga ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi, marhamat. Rahmat. Dastlab eslatib o'tganingizdek, mavzuyim muvaffaqiyatli kasb tanlashning ijtimoiy psixologik determinantlari. Uning asosiy g'oyasi, ya'ni tadqiqotim shaxsning kasb tanlash jarayonini keng ijtimoiy psixologik kontekstda o'rganishga bag'ishlangan. An'anaviy yondashuvlarda kasb tanlash ko'pincha shaxsning individual qobiliyati yoki shaxsiy xohishi bilan izohlanadi. Ammo mening tadqiqotimda bu jarayon ijtimoiy muhit, oilaviy tarbiya, madaniy qadriyatlar, etnik an'analar va jamiyatda shakllanadigan kasbiy stereotiplar bilan o'ziga bog'liq murakkab hodisa sifatida talqin qilinadi. Asosiy g'oya shundan iboratki, insonning kasbiy tanlovi uning ichki imkoniyatlari bilan bir qatorda uning o'rab turgan ijtimoiy muhit tomonidan ham shakllantiriladi. Shu sababli muvaffaqiyatli kasb tanlashni tushunish uchun individual va ijtimoiy omillarni birgalikda tahlil qilish zarur deb topdim. Va shu sababli ushbu tadqiqot ishini hozirgi kunda olib boryapman. Tushunarli. Nega bugungi kunda kasb tanlash muammosi dolzarb deb hisoblamoqda? Sababi bugungi kunda globallashuv va mehnat bozori tez o'zgarayotgan sharoitda kasb tanlash masalasi yoshlar hayotida yanada murakkablashib bormoqda. Ayrim kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab yoshlar o'z qiziqishi va qobiliyatiga mos kelmaydigan kasbni tanlashga majbur bo'lishmoqda hozirgi kunda. Buning asosiy sabablari sifatida oilaviy bosim, jamiyatdagi kasbiy nufuz haqida noto'g'ri tasavvurlar, ma'naviy me'yorlar va stereotiplarni ko'rsatish mumkin sabab qilib, natijada shaxsda kasbiy qoniqmaslik, ya'ni o'z kasbidan qoniqmaslik va buning natijasida psixologik zo'riqish, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu holat nafaqat shaxsning o'ziga, balki uning atrofidagi insonlarga, jamiyatning mehnat resurslari samaradorligiga ham juda ham katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Va shu sababli bu mavzuni dolzarb deb hisoblab tadqiqot ishini olib boryapmiz hozirgi kunda. Tushunarli. Zuhra Mirzotillayevna, yana bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Tadqiqotingizda kasb tanlash qanday ilmiy yondashuv asosida o'rganiladi? Tadqiqotda asosan tadqiqot metodologik jihatdan 3 ta yondashuvni o'z ichiga oladi. Bu ijtimoiy psixologik yondashuv, etnopsixologik yondashuv hamda tizimli yondashuvlar asosida olib boriladi. Ya'ni ijtimoiy psixologik yondashuv bu nima? Ya'ni shaxsning kasb tanlashida ijtimoiy muhit, qandaydir referent guruhlar va ijtimoiy kuchlarning rolini ochib beradi. Etnopsixologik yondashuv esa milliy mentalitet, an'ana va madaniy qadriyatlarning kasbiy qaror qabul qilishdagi ta'sirini tahlil qilish imkonini beradi. Hamda tizimli yondashuv esa orqali esa kasb tanlash jarayoni ko'p darajali, dinamik va o'zgaruvchan tizim sifatida qaraladi. Bu integratsiyalar jarayonni chuqur va har tomonlama tahlil qilishga xizmat qiladi. Ya'ni ijtimoiy psixologik, etnopsixologik hamda tizimli yondashuvlar asosida hozir ilmiy tadqiqot ishimizni olib boramiz. Tushunarli. Tadqiqot obyekti va predmeti nimadan iborat? Umuman tadqiqotingizning asosiy maqsadi nimada?
Tadqiqot obyekti va predmetidan boshlaydigan bo'lsak, tadqiqot obyekti sifatida biz o'sha ijtimoiy yo'nalishda ish olib borayotganimiz sababli shaxsning kasb tanlash jarayonini tanlaganmiz. Bu jarayon insonning shaxsiy qobiliyatlari, psixologik xususiyatlari bilan birgalikda ijtimoiy va madaniy muhit ta'sirida shakllanadi. Tadqiqot predmeti esa ushbu jarayonga ta'sir etuvchi ijtimoiy, psixologik va etnopsixologik determinantlar majmuidan iborat. Xususan, shaxsning o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi, oilaviy ijtimoiylashuv, kasbiy stereotiplar va milliy mentalitet asosida determinantlar sifatida tahlil qilinadi. Endi tadqiqotning asosiy maqsad sifatida oladigan bo'lsak, tadqiqotning asosiy maqsadi shaxsning muvaffaqiyatli kasb tanlashiga ta'sir etuvchi ijtimoiy psixologik determinantlarni aniqlash. Shunchaki kasb tanlash emas, balki muvaffaqiyatli kasb tanlashga alohida urg'u beriladi bu yerda. Ya'ni ularning o'zaro bog'liqligini empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilish va integrativ ilmiy model ishlab chiqishdan iborat. Ushbu model kasb tanlash jarayonini individual, ijtimoiy va madaniy omillar birligi sifatida tushuntiradi hamda amaliyotda kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni mana shu model, shunday model ishlab chiqamizki, o'sha modelda foydalanib insonlar ko'p o'ylab, siqilib, qaysi kasbga yo'nalsammikin, qanday tanlasammikin demaydi, o'sha model bir yordamchi tayanch vazifasini bajaradi. Tushunarli. Tadqiqotingizda qanday ilmiy gipoteza ilgari surilgan? Bizning tadqiqotimizda ilgari surilgan asosiy gipoteza bu shundan iboratki, muvaffaqiyatli kasb tanlash birgina omil ta'sirida emas, balki shaxsning individual psixologik xususiyatlari, ya'ni xarakteri, qobiliyati va temperamenti hamda ijtimoiy muhit va madaniy qadriyatlarning o'zaro ta'siri natijasida shakllanadi. Ayniqsa shaxsning o'z qobiliyatiga bo'lgan ishonchi, oilaviy va madaniy qadriyatlar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi hamda milliy mentalitet kasbiy qarorlarning barqarorligi va uzoq muddatli samaradorligini belgilovchi yetakchi determinant sifatida namoyon bo'ladi. Tushunarli. Tadqiqot natijalari amaliyotda qanday foyda beradi va shuningdek tadqiqotda o'sha qanday metodlar va tanlovlar asoslari qo'llaniladi? Mana shu haqida ham ma'lumot bersangiz yaxshi bo'lardi, marhamat. Tadqiqot empirik bosqichida reprezentativ tanlov asosida amalga oshiriladi. Ya'ni respondentlar seriyali, kvant va asosiy massiv tanlov metodlari yordamida saralanadi. Bu tanlov usullari tadqiqot ishtirokchilarining ijtimoiy, demografik va psixologik xususiyatlarini muvozanatli qamrab olishga imkon beradi. Natijada olingan empirik ma'lumotlar ilmiy jihatdan ishonchli bo'lib, umumlashtirish imkonini beradi. Ya'ni hammasi ilmiy asosga ega metodlar hisoblanadi. Va tadqiqot natijalarini keladigan bo'lsak, tadqiqot natijalari kasbga yo'naltirish tizimi, ta'lim muassasalari hamda psixologik maslahat amaliyoti uchun muhim ilmiy asos yaratadi. Ushbu natijalar yordamida yoshlarning kasbiy moslashuvi yaxshilanadi. Noto'g'ri kasb tanlash oqibatida yuzaga keladigan psixologik muammolar kamaytiriladi. Shuningdek, ota-onalar, pedagoglar va psixologlar uchun ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Bu esa jamiyatda barqarorlik va ijtimoiy uyg'unlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tushunarli. Marhamat, dasturimiz so'ngida tilaklaringiz bo'lsa, efir to'lqinlari orqali aytishingiz mumkin bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, bemalol yo'llash imkoniyati sizda mavjud. Marhamat. Avvalambor mana shu tadqiqotimiz haqida qiziqqan yoki mana shu tadqiqot olib borilayotgan tadqiqotimizda qiziqish bildirganlar uchun, tinglovchilar uchun ham minnatdormiz. Katta rahmat. Albatta, kasb tanlash jarayoni bu juda ham muhim jarayon hisoblanadi. Har bitta kasb tanlash ostonasida turgan yoshlar, o'spirinlar va o'sha ostonada turgan yoshlarga aytgan bo'lardimki, o'sha muvaffaqiyatli kasb tanlash albatta kelajakda yaxshi faoliyat samaradorligini oshirishga yordam beradi. Va tinglovchilar uchun katta rahmat, tinglaganingiz uchun va sog'lik va salomatlik tilayman barchaga.
Rahmat sizga ham suhbat uchun o'zimizning cheksiz minnatdorchiligimizni izhor etamiz Zuhra Mirzatillayevna. Sog' bo'ling, ilmiy ishingizda, ustozlik faoliyatingizda muvaffaqiyatlar tilaymiz va yaqinlashib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin deymiz. Rahmat, sizlarga ham muborak etsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qadrli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugungi loyihamiz qahramoni Chirchiq davlat pedagogika universiteti pedagogika fakulteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Rajab va Zuhra Mirzatillayevna bo'ldi. Qadrli muxlis, siz tadqiqot loyihasini tingladingiz. Dastur ijodkori, ya'ni dastur muallifi Maqsuda Botirova ekanligini yana bir bor yodingizga solmoqchiman.